Kecha quloq operatsiyasi o'tkazgan bemorimizda perevazkaga ketyapmiz. O'ziga xosligi bor bemorimizda protez qo'yganmiz. Shuning uchun palatada perevazka qilamiz. Bemorimizni qidirib yuribmiz. Assalomu alaykum. Ayjon opa, yaxshimisiz? Yaxshi. Kayfiyatlar yaxshimi? Og'riqlar bo'lmadimi? Yo'q. Kecha burunni ham birga og'riq, Lekin anaqa balg'am kelyapti. chiqar yo'qotida. Yutak bo'ladi. Quloq qarang. Yo'q, og'rimayapti. Og'riq yo'qmi? Sal-pal eshitdimi? Sal-pal eshitdimi quloq? Ha. Eshityapti. Hali ichi to'la tampon. Bo'ldi. Perevazka qilib qo'yamiz. Kecha quloq pardangizni yangilab o'sha parda qo'yayotganimizda teshikka suyakchalarda biroz yemirilish bor ekan. Shuning uchun protez qo'yib qo'ydik. O'shaning uchun hozir palatada perevazka qilib 40 yil bo'ldi. 40 yillik quloq oqishi bo'lganda shunda. Endi 65 yoshda ham siz ishlab yuribsiz, qarang. Ishlash uchun eshitish. Yaxshi. Tak, hozir. Kecha aytayotganim, o'sha protez qo'yib qo'ydik-ku qulog'ingizga biza. O'sha protez qo'yilganda 2 sutka yotish tavsiya qilinadi-da, qimirlamasdan. O'sha sun'iy suyakcha qo'yib qo'yganmiz, o'sha yaxshilab joylashib olishiga. 2 sutka yotsangiz yaxshi. Demak, bemorimizga burun bilan birga quloqni muolaja qilganmiz. 5 minut ham o'tmadi? Ishesa bilmadim. Og'rimadi lekin. Yaxshi. Qo'l saman yerda og'ridi, lekin quloq og'rimadi. Qarang, ukollar o'rni og'ridi, quloq og'rimadi. Operatsiyadan keyin mutlaqo og'riq yo'q quloqda. Bemorimizda quloq pardasini yamash va suyakchalarni almashtirish va burun muolajasi o'tkazilgan edi. Mana perevazka qilib qo'ydik. Yana bir kechaga bemorimiz qoldiriladi. 2 sutkadan keyin operatsiyadan o'tib javob beriladi. Sog' bo'linglar.